Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'ziga qilayotgan qulchiliklarimizni qabul va maqbul qilsin. Uning yuzi uchun tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul va maqbul qilsin. Azizlar, bugun suhbatlashadigan mavzu sizlar bilan taqvo haqida. Chunki ro'zaning maqsadlaridan bittasi nima edi? Taqvo haqi. Shoyatki sizlar taqvo hosil qilsanglar dedi-yu. Shuning uchun taqvo o'zi nima? Ulamolar qanday ta'rif bergan taqvoga va taqvoni nima deb tushunamiz? Nima deb tushunamiz taqvoni? Kim bitta so'z aytadi? Bitta ibratlik so'z esda qolib ketgan bo'lsa, kim aytadi? Bismillah. Alloh rozi bo'lsin. Siz Allohdan qo'rqish deyapti. Mana qabullarda aytayapti, tikanni bosishlik deyapti. Basmaslik deyapti. Ehtiyotkorlik deyapti. Qarang, maytda subhanalloh, mana qo'limga kecha bir kitob kelib tushdi. Bir shogirdimiz hadiya qilibdi, juda ham zo'r kitob ekan. Shundan qaradimda, taqvo haqida mana shu biroz ulamolarning so'zlarini keltiribdi. Qarang, yaxshilab eshitamiz. Alloh taolo aytadi: "Inna akramakum indallohi atqakum." Sizlarni Alloh taoloning huzuringlarda mukarraminglar, azizinglar kimlar? Atqakum, taqvodoringlar degan. Sizlarni en mukarraminglar Allohning oldida taqvodoringlar dedi. Bo'yi uzuninglar, chiroyliginglar, dunyosi ko'p bo'lganinglar, yerlari ko'plari yoki bo'lmasa pulli ko'plari unaqa demadi. Akramakum indalloh atqakum, taqvodoringlar dedi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishi keldi deydi. Kelib turib, "Ya Nabiyalloh, ey Allohning nabiysi, avsini, menga vasiyat qilingchi" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Alayka bi taqvalloh, o'zingga taqvoni lozim tutgin" dedi. "Fa innahu jima'u kulli xayr" debdilar. Ya'ni chunki taqvo yaxshilikning tizgini, butun yaxshilikning tizgini shunda degan ekan. Taqvoda degan ekan. Qarang, taqvoni o'zingga lozim tutgin, butun yaxshilikning tizgini shunda. Hamma narsani yig'ib turadigan narsa taqvo. Yaxshilik hammasini yig'ib turadigan. Va alayka bil jihad, o'zingga jihodni lozim tutgin. Chunki u musulmonning rahboniyati, rohibligi. Va alayka bil zikrillah, Allohning zikrini lozim tut. U Allohdan bo'lgan senga nur degan ekan. Ko'ryapsizmi? Rasululloh alayhisalom vasiyat qilingchi degan narsada nimani vasiyat qilar ekan? Taqvo. Rasululloh alayhisalomdan sahobalar bir safarga chiqib ketmoqchi bo'lsa, Rasululloh alayhisalom birinchi vasiyat qiladigan narsasi ittaqilla haythuma kunta. Qayerda bo'lsang ham Alloh taolodan qo'rq der ekan. Endi taqvoning hozir bir necha ta'riflarga kirishamiz. Mana Anas aytadilar, sami'tu Anasan ibn Hurmaz aytadilar, men Anas ibn Malikdan eshitdim deydi. Aytgan ekanlarki, qila ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam min ali Muhammad. Ey Rasululloh, ey Muhammad alayhisalom, sizning oilangiz kim deb so'ragan ekan. Man ali Muhammad. Salovat aytyapmiz o. Salli ala Muhammad, Muhammadning oilasiga salovat bo'lsin deyapmizmi? Kim sizning oilangizlar, kimlar yotadi sizning oilangizga deganda, kullu taqiyyin, har bir taqvodor mening oilam degan ekan. Qarang, Rasululloh alayhisalom har bir taqvo qiluvchi muttaqi, taqvodor mening oilamdan degan ekan. Yana ustozlardan bittasi aytadi, at-taqvo jima'ul khayrat. Taqvo yaxshiliklarning barchasini yig'ib turadigan narsa. Xo'p, taqvoning haqiqati nima? Taharruz bi ta'atillah ta'ala an uqubatihi. Alloh taoloning uqubatidan, azobidan toati bilan saqlanishlik degan ekan. Ya, bir kishi o'zining qalqoni bilan oyning o'qi bilan, yoyning o'qi bilan saqlandi deganday, Allohning azobi bilan saqlanishlik nima ekan? Toati bilan, Alloh taologa toat qilish bilan saqlanishlik, o'tidan saqlanishlik ekan. Xo'p, asli taqvo deydi, ittiqa'ush shirk, shirkdan qo'rqishlik. So'ngra ma'siyatlardan qo'rqishlik. So'ngra yomonliklardan, so'ngra shubhatlardan, keyin fazilatli narsalarni tashlashlikdan, ortiqcha narsalarni tashlashlikdan. Taqvo degan ekan. Ya'ni bir kuni fazilatli narsa mana shirkdan bilamiz. Shirkdan qo'rqishlik taqvo ekan. Shirkdan chetlanishlik taqvo, gunohlardan chetlanishlik taqvo, shubhatlardan chetlanishlik taqvo, lekin
muboh narsalarning ortig'idan chetlanishlik ham taqvo debdi. Qanday tushunamiz buni? Bir kuni Umar radhiyallohu anhu turgan edi, bir kishi assalomu alaykum deb Umar radhiyallohu anhu salomlashdi. Qayoqqa ketyapsiz dedi. Bozorga dedi. Nega dedi? Go'sht yegimiz kelgan edi dedi. Shunda Umar radhiyallohu anhu endi shunga go'sht yeyishga ketyapsiz, sotib olishga ketyapsizmi dedi. Ha degan edi. Yegingiz kelgan narsani borib sotib olaverasizmi dedi. Mana shu taqvo. Tushunyapsizmi? Ulamolar asli taqvo shu degan. Gunohdan, shirkdan saqlash hamma biladi, lekin haqiqiy taqvo ortiqcha narsalarni ham to'xtab tur, bugun emas, ertaga yeysan. Nafsga to'xtab tur deyishlik. O'zi insonning nafsi yaralganida juda ham xabis bo'lib yaralganmiz. Buzuq bo'lib yaralganmiz. Nafsimizcha juda ko'p shubhalarni, juda ko'p haromlarni, fahshlarni, munkarlarni xohlaydi. Lekin shu narsada nafsimizni tiyib turishlik, yo'q qilmaysan deb turishlik taqvo deydi. Mana oyat bor. Ittaqulloha haqqa tuqatih. Haqiqatan taqvo qilinglar. Alloh taolodan taqvoni ro'yobiga chiqarib taqvo qilinglar deganni qanday tushunamiz desa, yuta'un fala ya'si, ma'siyatsiz itoat qilamiz. Yuzkar fala yunsa, esdan chiqarmasdan zikr qilamiz. Yushkar fala yukfar, noshukrlik qilmasdan shukr qilamiz degan ekan. Qarang, taqvo nima deyapti Alloh taolo? Taqvoni haqiqatan Alloh taolodan taqvo qilinglar degan oyatni ulamolar nima deyapti? Ma'siyat, gunoh qilmasdan itoat qilamiz, esdan chiqarmasdan zikr qilamiz, noshukrlik qilmasdan shukr qilamiz degan ekan. Noshukr bo'lmasdan shukr. Mana shu. Yana Sahih ibn Iyad aytadilar, la mu'ina illalloh. Yordam bermaydi hech kim, yordam beruvchi yo'q illa Allohdan o'zga. Yo'l ko'rsatuvchi, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi yo'q illa Rasululloh alayhisalomdan o'zga. Va ozuqa yo'q illa taqvodan boshqa. Butun ozuqalarning bari taqvoda demoqchi. Va bardavomli amal yo'q illa sabr bilan degan ekan. Mana sami'tu Abu Barras Abu Bakr Razi yaqul, sami'tu Kuttani yaqul, aytar ekanki, men Kuttanidan eshitdim. Qusimatid dunya alal balwa va qusimatil jannatu ala taqwa. Dunyo sinovlar, balolar ustiga taqsimlandi va qusimatil jannat taqvo ustiga taqsimlandi degan ekan. Tushundingizmi? Mana shu yerdan bilsak bo'ladi. Dunyo taqsimlanganda nima ustiga taqsimlangan? Balolar, sinovlar, mashaqqatlar, tajribalar ustiga taqsimlangan bu dunyo. Shunda yetasiz bu dunyoga. Sinovlar bilan, balolar bilan, musibatlar, tajribalar bilan dunyoga erishasiz. Lekin jannat nima ustiga taqsimlangan? Taqvo ustiga taqsimlangan. Taqvo qilasiz, jannatga erishasiz demoqchi. Xo'p, bir kishi aytgan ekanki, Sami'tul Jurayri eshitdimki, man lam yahkum baynahu va baynalloh, kim Alloh bilan o'zi orasida taqvoni hukm qilib olmasa, kim qaysi bir kishi Alloh bilan o'zining orasida taqvoni hukm qilib chiqarib olmasa, lam yasi ila kashfil mushahada, qalb kashf qilgan va Allohga yaqin bo'lgan narsaga yeta olmaydi degan ekan. Ya'ni haqiqiy Allohga qulchilik qiladigan darajaga qalblar orom oladigan ibodatga yeta olmaydi agar taqvoni Alloh bilan o'zining orasida hukm qilib olmagan bo'lsa deydi. Xo'p, yana Nasir Abavi aytgan ekanki, taqvo an yattaqil abdu ma siwahu ta'ala. Alloh taolodan o'zgasidan qo'rqmaslik taqvo degan ekan. Bitta Alloh taolodan o'zidan qo'rqishlik taqvo deyapti. Ya'ni Alloh taolodan o'zga hech bir narsadan qo'rqmaslik nima ekan? Taqvo ekan. Sahih aytadilar. Arada an yasihha lahu taqwa. Agar bir kishi sizga nasihat qilchi menga desa, falyatrukiz zunuba kullaha, gunohingni hammasini, ya'ni taqvo haqida nasihat qilchi menga. Taqvo haqida nima qilay, qanday qilsam taqvom hosil bo'ladi deb nasihat qilchi deb so'rasa, gunohingni tashla, bo'ldi, shu taqvo bo'ladi senga degan ekan. Ta'rif beryapti. Hozir bir necha ta'riflarni aytyapmiz-da, ulamolar aytgan. Kim o'ziga taqvoni lozim tutsa, dunyodan uzoqlashishlikni yaxshi ko'rib qoladi degan ekan. Subhanalloh. Mana mashta bizning aybimiz ochiladi. Subhanalloh, barimiz yaxshi ko'ryapmiz u dunyoni. Aytayaptiki, kim taqvoni o'ziga lozim tutsa, ishtaqa ila mufaraqati dunya, dunyodan uzoqlashishlikka ishtiyoq bo'lib qoladi. Qanday qilsam mana uzoqlashib ketsam ekan,
bir uzilgim kelyapti, bir tog'ga chiqib ketgim kelyapti, bir uzilib ketgim kelyapti, ibodat qilgim kelyapti deb taqvoni lozim tutgan odam dunyodan uzilishlikni yaxshi ko'rib qoladi deyapti. Li'anna Alloh taala, chunki Alloh taolo aytadiki, "Val darul axira", oxirat hovlisi xayrul lillazina taqaw, taqvo qilganlar uchun yaxshi deyapti. Xo'p, yana ba'zilar aytgan ekan, "Man tahaqqaqa fit taqwa", kim taqvoni ro'yobiga chiqarsa, o'zida taqvoni hosil qilsa, Alloh taolo unga dunyodan bet burishlikni oson qilib qo'yadi degan ekan. Qarang, Alloh taolo unga nima qilib qo'yar ekan? Dunyodan burilishligingiz bormi? Dunyodan uzilishligingizni yengil qilib qo'yar ekan. Abu Abdurrohi Zubaydi aytadilar, taqvo mujanabatu ma yu'bid anillah azza va jalla. Taqvo Alloh taolodan uzoqlashtiradigan narsalarni barchasini chetlanishlik taqvo degan ekan. Nima uzoqlashtiradi Alloh taolodan? Nima uzoqlashtiradi? Gunoh. Gunohlarning qaysi biri? Tur-turiyu. Gunohlarning qaysi biri bo'lsa ham Alloh taolodan uzoqlashtiradi. Yomon gap gapirishlik. To'g'rimi? Namozlarni qazo qilishlik, roza tutmaslik yoki bo'lmasa qo'yinki yomon narsalarning barchasi Alloh taolodan uzoqlashtiradi. Mana shuni tark qilishlik taqvo degan ekan. Mana bu gapni gapirsam, hozir Alloh taolodan uzoqlashib qolaman deb tashlayapsizmi? Taqvo. Yana Zunnunul Misri aytgan ekanki, taqvodor o'zini sirtga keladigan, ro'baro keladigan narsalarga o'zini kirlatmaydi. Ichini esa ichki keladigan kirlarga kirlatmaydi. O'zini Alloh bilan kelishilgan holatda tutadi degan ekan. Xo'p, sirtdan kirlatadigan narsalar nima insonni? Sirtdan kelib fitna yoki bo'lmasa dunyo maishatlari, lazzatlar, barcha. Mana shu narsalar insonni sirtini kirlatadi. Endi ichini kirlatadigan narsa nima? Hasad, yana hiqd, kibr, mana shular. Mana shulardan chetlansa, muttaqvodor bo'ladi demoqchi. Yana aytadi, taqvodor kishi zohir va botinun fa zohiruhu, taqvoning deydi, ichi va sirti bo'ladi deydi. Taqvoni ichi sirti bo'lar ekan. Taqvoning sirti Alloh taolo qo'ygan chegaralarni muhofaza qilishlik. Ichi esa niyat bilan ixlosni to'g'rilashlik degan ekan. Tushunarli? Taqvoningizning sirti nimada bilinish kerak? Alloh taolo qo'ygan chegaralarda to'xtashlik bilan. Ichi niyat bilan ixlosingiz to'g'ri bo'lishlik bilan. Shoirlar aytgan ekan, la aisha illa ma'ar rijali qulubuhum tahinnu ila taqwa tartahu bizikri. Zo'r so'z ekan, qarang. Endi buni o'zbekchada she'rasi ketib qoladi. La aisha illa ma'ar rijali qulubuhum. Yashash yo'q, illo qalblari taqvo bilan to'lib va zikr bilan porlab turgan kishilar bilan yashashlik yaxshi. Boshqa yashashlik yashash emas degan ekanda. Qarang. Xo'p, bir kishida taqvoning borligini 3 ta narsa bilan ko'rsak bo'ladi deydi. Zunnun aytibdi buni. Zunnun degan olim kishi aytibdiki, bir kishida taqvoni borligi 3 ta narsa bilan bilinib turadi deydi. Nima bilan? Bi husni tawakkul fi ma lam yanal. Yetmagan, erishamagan narsasiga chiroyli gumon bilan Allohga suyanib turishligi bilan. Va erishamadimi bo'ldi, meni qo'limdan kelmaydi deb emas. Erisholmagan dunyosiga, erisholmagan narsasiga Robbim bor, albatta Robbimga suyanaman, erishaman deb tursa, bir ko'rinishi taqvoni. Ikkinchisi husnul rido bima yana qad. Erishgan narsasiga rozilik bilan rozi bo'lib tursa, alomatini ko'rsatib tursa, ikkinchi alomati deyapti. Ya'ni qarang, birinchisi erisha olmagan narsasiga Robbimga tavakkul qilaman, erishaman deyapti. Erishgan narsasiga rozi bo'lib turibdi. Yetadi mana shu. Bari yetadi. Mana shu narsaga erishdim, qo'limdagiga rozi bo'lib turibdi deydi. Uchinchisi yo'qotgan narsasiga chiroyli sabr qilishlik bilan deydi. Bir narsani yo'q, farzandini yo'qotdi, dunyosini yo'qotdi, qarz berdi, ola olmay yuribdi. Sabr. Chiroyli sabr qilyaptimi? Va erishgan narsasiga chiroyli rozi bo'lyaptimi? Erishmagan narsasiga chiroyli tavakkul qilyaptimi? Taqvoni belgisi mana shu deydi. Zo'r so'z aytibdi-ku. At-taqwa amalun bi ta'atillah. Taqvo
Alloh taoloning yo'lida, ya'ni Allohdan bo'lgan nur bilan toat qilishlik va muxofatan iqoballoh, Alloh taoloning iqobidan qo'rqishlik. Endi aytadilar, taqvo fil halali mahdi la g'ayra. Subhanalloh. Aman Abu Hafs aytgan ekanlarki, taqvo halolda bo'ladi, boshqa narsada emas degan ekan. Tushundingizmi? Halol narsani o'zida inson taqvo qilishlik kerak demoqchi. Boyag'indayda halolu deb turib, nima qildi? Halolu deb kuniga, misol uchun nima qilasiz? Basseynga borasiz. Halolu deysiz, kuniga maishat. Halolu hech narsa emas. Nima qilyapman? Kuniga og'ayinlar bilan o'tirish, kuniga dasturxon ustida o'tirish, kuniga to'la noz ne'matlar ustida kafellarda o'tirish. Yo'q, bugun tashlash. Mana shu taqvo deyapti-da, halolni o'zida bo'ladi demoqchi. Yana bunga dalil, xo'p, Alloh taoloning huzurida halol narsalarning eng yomon ko'rgani nima degan? Taloq degan. Taloq halol-u. Yaqmayotgan bo'lsa ayolingiz, aybi bor bo'lsa, taloq bersangiz nima? Halol narsa, gunoh narsa emas taloq bersangiz ayolingizga. Lekin shu halolni ham yoqimsizligi nima ekan Allohga? Yoqimsiz ekan. Taloq halol bo'lsa ham Alloh taologa yoqimsiz. Shunda taqvo qilishlik demoqchi-da. Halol narsalarni o'zida ham yo'q, bugun bo'lmaydi deb nafsga tiyishlik taqvo deyapti. Mana hozir misol keltiradi. Bir kishi deydi, Yazid, Aba Yazid deydi. Sahroda edi do'sti bilan. Sahroda edi. Ko'ynaklari kir bo'lib qoldi, tuproqqa yotib uxlaganidan. Va ko'ynaklarimiz yuvib olaylikda deyishdagi bir suv topib, ko'ynaklarini yuvishdi. Endi uni osishlik kerak. Osmoqchi edi, bir yog'och topib, mana bu bir kishining zaboriga qaqmoqchi edi. Yo'q, qaqmaymiz bunga. Bu kishi hozir zabori teshilganligidan norozi bo'ladi dedi. Unda mana bu dedi, daraxtga osaylik dedi. Yo'q, bu daraxtning mevasi bor. Shoxlarini hozir kimimiz shamolda uchib egib tashlaydi dedi. Unda dedi, nima qilamiz? Mana bu cho'plarni ustiga tashlaylik unda dedi, ko'm-ko'k dedi. Yo'q dedi, ana u qo'ylarni ko'ryapsanmi? O'tlab yurganligini hozir urkib kelmay qo'yadi dedi. Unda nima qilamiz degan edi? Ustimizda qurg'atamiz dedi. Ko'ryapsizmi? Qanday u taqvo demoqchi-da? Ya'ni birovni zaboriga bir narsa qaqishlikdan, mollar urkib ketishligidan qo'rqib, kiyimini ustiga qurg'atdi, kiyib oldi dedi. Nam bo'lsa kiyib oldi dedi. Endi valloh bularning taqvosi qiyin bo'lsa kerak. Yana aytibdi, Ibn Sirin deydi. Ishtara 40 hubban saminan. Ibn Sirin bir anaqa sotib olgan ekan. Idishlarda moy sotib olgan ekan. Bir idishlarda moy sotib olgan. Fa akhraja gulamuhu fa'ratan min al-hub. Shu idishlardan bittasidan uning ishchisi g'ulomi bir nimani? Chichqonni chiqardi. Shu moylarning ichiga bir chichqon tushib qolgan ekan. Shunda aytdiki, "Ayyu hubbin akhrajtaha?" Qaysi bir idishdan chiqarding dedi. Bilmayman, esimda yo'q dedi. Mana idishdan chiqardim chichqonni demayapti-da, esda yo'q. Bilmayman degan edi. Fasabbaha kullaha, barchasini to'kib yubordi dedi. Nega? Sotmaymiz bo'ldi dedi. Qaysi biriga tushib najas qilganligini bilmaymiz dedi-da. Mana bu sotmaymiz buni deyishdi. Mana bu taqvo demoqchi. Bu salaflarning taqvolari-yu endi. Bizlar hali bunga qayda. Shunga o'xshash taqvolar. Misol uchun Ibrohimni Adham bir kuni men tunda Baytul Maqdisning toshlar, Baytul Maqdis, bilamiz Baytul Maqdis, Aqso masjidi. Shu Baytul Maqdisning yonida, masjidning yonida katta xarsan toshlarning tagida uxladim dedi. Uxlagan edim, tushimda samodan bir ikkita farishta tushdi. Ikkita farishta bir-biri bilan gaplashyapti dedi. Men huwa, bu kim uxlab yotgan toshning ostida? Ibrohimni Adham deyishdi. Azakallazi hatta darajata min darajatihi, ha, darajatlaridan bitta darajani bugun o'chirib qo'ygan Alloh, buni darajatlaridan bitta darajatini bugun o'chirgan kishimi Ibrohim Adham dedi. Shunda faqala lima, nima uchun o'chirgan edi uni darajasini deganda, ishtara bil basrati tamra, chunki Basrada bu bir odamdan xurmo sotib oldida va sotib olib paketiga solgan xurmosi nima bo'ldi? Oshiqchasi uni qopidan bunga tushib ketdi dedi. Taroziga tortganidan oshiqcha bitta xurmo bunga tushib ketdi dedi. Shuni bilib turib qaytarmadi u dedi. Shu uchun Alloh taolo uni darajatidan bir darajat pastga tushirib qo'ydi dedi. Shu kishi bu deyapti farishtalarda.
uyg'onib ketdimdagin qaytib Basraga qaytib haligi xurmo sotib olgan kishidan sotib olib bir dona xurmoni mana kecha menga qo'shilib ketgan ekan deb qaytarib qo'ydim dedi. Yana uxlagan paytimda haligi toshning ostida haligi ikkita farishta yana bana uxlayotgan kishi kim? Kechagi Ibrohimni adhamu. Bugun Alloh taolo qaytib darajatini to'ldirib qo'ygan kishimi dedi. Ha dedi. Chunki u ana shu bir xurmosini egasiga qaytardi dedi. Ko'ryapsan? Bir xurmo tushida ko'rganligi uchun borib sotib olib qaytib qaytarib qo'ydi-da. Mana ularning taqvolari. Endi aytgan ekanki, at-taqva ala wujuh. Taqvoning bir turlari, bir necha turlari bo'ladi. Taqva lil ammati taqva shirk. Amma taqvo bo'ladi. Ammi taqvo bo'ladi. Bu shirkdan saqlanishlik. Xos taqvo bo'ladi. Bu gunohlardan saqlanishlik. Avliyolarning taqvosi bo'ladi. Bu nimalardan saqlanishlik? Halol narsalarning o'zidan ham saqlanishlik. Walil anbiya'i taqwahu minhu ilayhi. Shu anbiyolarning taqvosiga o'xshab ketadi degan ekan. Payg'ambarlarning taqvosiga degan ekan. Tushunarligi? Umumiy taqvo bo'ladi. Bunga hammamiz erishaveramiz. Qaysi taqvo bu? Alloh taologa shirk keltirmaslik. Bu taqvo, o'z asli taqvo shu. Endi xos taqvo bo'ladi. Bunga endi xos 100 tamizdan bir 50 tamiz qilamiz. Ma'siyatlardan chetlanishlik. Endi yana ham avliyolarning taqvosi bo'ladi. Halol narsalarni o'zini yo'q, bugun qilmaymiz bugun. Bugun yemaymiz yoki kiymaymiz deb turib tashlashlik. Mana bu payg'ambarlarning taqvosiga o'xshab ketadi degan ekanda. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Man nazara ila mahasinil mar'a" kim ayolning go'zal joylariga qarasa, faqadda basarahu fi awwal marra, qaragan paytida avval marrasida ko'zini tiysa, ko'zini pastga bursa, ahdathallohu lahu ibadatan tajidu halawataha fi qalbihi, Alloh taolo unga yangi ibodatni beradi. Shu ibodatda lazzat topadi u degan ekan. Tushunasizmi? Subhanalloh, zo'r hadisa, Nabiy alayhisolamning hadisi. Sahih hadis bu. Ya'ni kim bir ayolning mahasin, go'zal joylariga qarasa, qaradingiz. Yuziga bir go'zal joylari bilasiz-ku endi aytgan. Qaradingiz, qaragan vaqtni avvalida ko'zingizni tiydingiz, pastga qaratdingiz. Alloh taolo unga yangi ibodatni beradi. Tajidul halavataha fi qalbihi, shu ibodatning halovatini, lazzatini qalbida topadi deydi. Bu ham taqvo demoqchilar. Keyin bir kishidan so'ralgan ekan, Ibn Atodan so'ralgan. Faqala Junayd aytgan ekan, najot nima? Kim najot topdi deganda, gapi rost bo'lgan kishi najot topdi degan ekan. Mana shu oyatni o'qigan ekan. Va ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat. Ana 3tasiga yer tor bo'lib ketdi. Ularga yer tor bo'lib ketdi. Keng yer tor bo'lib ketdi. Kimga? Qaysi 3tasiga? Jangga chiqa olmay qolgan sahobalar bor edi-yu. Payg'ambar alayhisalom chiqqanidan keyin jangga chiqa olmay qolgan sahoba bor edi, 3tasi. Bir necha odamlar chiqmagan edi. Ular har narsani bahona qilib, Rasululloh kelgandan keyin bahona qildi. Rasululloh qabullab qo'yaverdi bahonasini. Lekin shulardan bittasi rostini aytaman dedi. Rasululloh, men dangasaligim uchun meni oilam ham, kasalligim ham to'sib qolmadi jangga chiqishligimda. Faqat nafsim to'sdi, faqat o'zim to'sildim. Shuning uchun chiqmadim dedi. Rasululloh sallam gapirmay qo'ydi. Sahobalar ham gapirmay qo'ydi. Rost aytdi-da Rasululloh sallamga. Lekin hamma gaplashay desa gapirmayapti. Nega? Rasululloh gapirmagan uchun hech kim gapirmay qo'ygan. Yer tor bo'lib ketdi deyapti-da shularga. Tor bo'lib ketdi dedi. Keyin Alloh taolo ularni kechirdi degan oyat tushdi. Ana shuni aytmoqchiki, najot topgan kishi shular demoqchida. Gapida rost bo'ldi. Haligilar bahona qildi-yu, Rasululloh kechirib yubordi. Indamadi, mayli. Lekin qiyomatga qoldi-da. Munolar rost gapirdi, bir oy hech kim gapirmay yurdi, yer tor bo'ldi, lekin Alloh taolo bularni kechirdi dunyoni o'zida. Shuni aytmoqchi. Keyin yana so'ralgan ekan, najot nima va kim najotga topdi deganda, illa bisidqi taqvo, sodiq taqvo qilgan kishi degan ekan. Chunki mana bu oyatni o'qing. Va yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim. Alloh taolo ular taqvo qilgan narsalari uchun najot beradi degan ekan.
Mana shunday bir necha oyatlarni o'qigan. Shuning uchun azizlar, taqvo bir necha ta'riflarini o'qidik. Qarang, ulamolarning bir necha so'zlari taqvoda. Inshaalloh Ramazon oyi taqvoni hosil qilishlik oyi. Alloh taolo bizlardan bu narsadan taqvoni istayapti. Bizlarni och qolishligimiz tanamiz uchun foyda. Lekin Allohning oldida foyda beradigan narsa nima? Taqvoyimiz. Mana shuni olib borsak bo'ldi. Ulamolar aytadi, bir kishining Ramazonda taqvo qilganligi yoki taqvoni hosil qilganligini qanday bilamiz desa, Ramazondan keyin ham ibodatlarida gunohdan chetlanib, qochib yuribdimi? Ibodatlarini qilib gunohlardan qochib o'zgarganmi? Bunda taqvo hosil bo'lgan u odamda deydi. U odamda taqvo hosil bo'lgan. Shuning uchun azizlar, nafsimiz doim shubhalarni, munkar narsalarni xohlaydi. Mana shu narsalardan nafsimizni tiyib, jilovlab turishligimiz taqvo ekan. Bu narsalar emas, balki halol narsalarni o'zidan ham. Bugun yemaysan, bugun qilmaysan, bugun bormaysan. Bo'ldi, yetadi. Bugun to'xta deb. Halol narsalardan tiysa deydi, haloldan bemalol nafs tiyiladi deydi. Endi ulamolar aytadi, halolga bemalol bo'lib ketsa, halol narsalarga bir kun haromga ham bemalol bo'lib ketadi deydi. Tushunyapsizmi? Halolga ham tushib ketishligi bemalol deydi. Chunki qo'yni bilmaysanmi? Agar qo'y birovning yerining oldi chegarada o'tlab yursa, bir qarashliging bilan birovning yeriga o'tib o'tlab yurgan bo'ladi-yu. Sen ham chegarada yursang borib, bu yog'i shubha bor, shubhalik narsalarni qilib yursangchi, birov halol degan, birov harom degan, shularning o'rtasini qilib yursang, chetda bir kun shunday haromga qilib yurgan bo'lasan. Haromni qilib yurgan bo'lasan dedi. Aqulu qawli hada, astaghfirulloh va lakum va tubu ilalloh at-taibu minadh-dhanbi kama la dhanba bi rahmatillah.